Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining naq maydon programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurshid. Hurmatli ko'ruvchilar, hammanglarning xabari bo'lgandek, bugun 23-yanvar Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Jenevadagi markazida Xitoyninki kishilik huquq xotirasi umumyuzlik ko'zdan kechiriladigan yig'in ichilyotidi. Bu yig'in bo'lsa Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki kishilik huquq kengashininki yer shari xarakterlik qarorlik tekshirish xizmat gruppasining 45-navbatdagi yig'ini bo'ldi. Hurmatli ko'ruvchilar, bu yig'in soat 9 dan 12 gacha davom qildi. Atdiganda Dunyo Uyg'ur qurultiyininki vakillaridan raisimiz Dolqin Isa apandim va Zumratay Erkin va program yetakchisi bo'lgan Efa xonimlardan tarkib topgan qurultay hay'ati Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ichiga kirib ketdi. Uningdan sirt yana Uyg'ur harkat tashkilotining raisi Roshan Abbas xonim va Uyg'ur tadqiqot markazininki raisi Abdulhakim Idris apandim va shundaqla Uyg'ur kishilik huquq qurilishininki xizmatchi xodimlaridan bo'lgan Peter Erwin apandilarmi va boshqa Uyg'ur tashkilotlarininki kishilik huquq xizmat guruhlarininki a'zolarimi bu yig'inning ichida qatnashyotdi. Bu yig'in hozirmi ham davom qilyotdi. Bizningki chaqiriqlarimizda e'lon qilgan namoyishimizmi boshlanish oldida turyotdi. Hong Kongliklar, Tibet, Uyg'ur va boshqa kishilik huquq tashkilotlarininki qilmoqchi bo'lgan birlashma namoyishimi boshlanish oldida turyotdi. Hurmatli ko'ruvchilar, o'xshash vaqtda bu yoqda Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan o'tkazilayotgan Şinjan saqchi hujjatlari asosliq mazmun qilingan rasm ko'rgazmasi bu yer bo'ladi. Xitoy bu qatimliq yig'iniga noiti jiq o'zlarininki shaxsiy askarlarini akaldi desak bo'ldi. 60 dan ortiq o'zlarininki diplomatik vakillarini akagandan sirt Xitoydagi atalmış kishilik huquq tashkilotlari bo'lsin, shularninki raislari deymiz, shularninki a'zolari degandek yoki praktikant o'quvchilarni akaldiq degandek ko'p ozdi kamdir 1000 ga yaqin Xitoylarni akapdi. Bir-birisi bilan munosibatsiz holat ekaganda ko'gninglardek oyat o'tayotganlarning hammasi Xitoylar vakillari Birleşken Devletler Teşkilatı'nın içindeki vakillerimi asas jihatdan tashkil topganlarmi Xitoylarni o'zlarini akagan atalmış kishilik huquq tashkilotlarininki vakillari bo'lib qaraldi. Bu xil shaklda hozir bu yer namoyishimiz boshlandi desak bo'ldi. Hurmatli ko'ruvchilar, bizningki endi mikrofonimizda ziyorat qilmoqchi bo'lgan mehmonimiz bo'lsa, Dunyo Uyg'ur qurultiyininki yoshlar komitetining mudiri va bu qatimliq Şinjan saqchi hujjatlar asos mazmun qilingan rasm ko'rgazmasiga mas'ul bo'lgan va o'rinlashtirishgan Erkin Zunun apandimni intervyuga taklif qilamiz. Xo'sh, Erkin Zunun apandim ziyoratimiz qabul qilganingiz uchun sizga rahmatimizni bildiramiz. Sizdan so'rayganim bo'lsa, bugun qurultayninki 21-yanvar kechda markaziy ishxonasi asos qilgan hayatlari yetib keldi. Tunigan boshlandi. Dolqin Isa apandimninki chaqiriqi va ichilish nutqi bilan bu rasm ko'rgazmasi va namoyish tayyorliklarini xatolashmasam siz Tibet tashkilotlari va Shveysariya Uyg'ur jamiyatininki rahbarlari bilan tang o'rinlashtirish bosqichida bo'ldingiz, tayyorlik komitetiga yer oldingiz. Bu tayyorliklar qandaroq mangdi va bugungi faoliyatlar haqida qandaroq bo'ldi? Mush haqida tushuncha berib o'tgan bo'lsangiz. Rahmat. Aldı bilen assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Biz shu markaziy ishxonadan Münchendan 21-sila yo'lga chiqib 7 dak hay'at raisimiz bilan birga tunugun 22-sila bilan bugun 2 kunlik rasm ko'rgazmamiz boshladik. Tayyorliklarimiz shunday yaxshi bo'ldi. Biz bu yerda 80 dak rasmni oldikayni bo'lib miyada ko'rsatdik. Bu Şinjan saqchi hujjatlari asosida va inson haqlari ahdinomasiningki qaysi qonunlarni Xitoy xilof qildi va qaysi qonunlarga qarata jinoyat o'tkazdi deb shu rasmlarni biz miyada ko'rgazdik. Andan keyin bugun biz Tibetlik yoshlar bilan va Shveysariya Uyg'ur jamiyatininki
yardım bilen biz birlikte orunlaştırgan namayışını bugün başladı ya. Şuna hazır bekçik telefonlar gelip gitip şuna rahmet sizge. Bir gelgen Avrupa'dan Uygurlar bir yüzdek Uygur var. Onundakin Tibet'ten yaşlıları, onunki Şvitsaryadan gelgen Uygurlar var, Germanya'dan ve Avrupa'daki Hoştun devletlerden gelgen Uygurlar bilen bilirler mi yani namayışını etmez. Rahmet sizge ziyaretimiz kabul kılınız için. Hürmetli körürmenler, yukarıda Erkinzun efendim dep ötkündek namayışımız bu yerde hazır başlandı. Hazır Şivsarya Uygur Cemiyeti'nin reisi Rızvanay İlham Hanım söz kuvvetıda Tibet yaşları ile birlikte operatör dostumuz ile namayışının aldığı ötüp Uygurca hem tercüm kılınıp deyilyaptıdı. Kameranı aldığı apasak. Hazırınızda Tibet'le özlerinin istiklal marşını orunda atıdı. Proceed with the national anthem of East Turkestan. Endi biz Şarkı Türkistan'ın İstiklal Marşı'nı ağlayımız. Ulan altıdır ya da kulübümüz satırlarını geçirirler.
now we will remember everybody who lost their lives in our freedom movement with 1 minute silence. Biz hazır vafot qilganlar uchun 1 minut saqlaymiz. So now we'll proceed with chanting slogans. Şu ortalayırken yapsak buldum. Şu ortalayırken. Free Turkestan! Free Hong Kong! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Aziz ko'rmanlar, bizningki hozir ziyorat qilmoqchi bo'lgan aziz mehmonimiz bo'lsa, Shvetsariya Uyg'ur jamiyatining raisi Rizvanay Ilhom xonim. Xo'sh, Rizvanay xonim, ziyoratimizni alaykum assalom, ziyoratimiz qabul qilganingiz uchun sizga ko'pdan ko'p rahmat. Sizdan so'raydiganim bo'lsa, Shvetsariya Uyg'ur jamiyati bo'lish suhbatinglar bilan Dünya Uyg'ur qurultiyi va Tibet tashkilotlari bilan birga bu namoyishni o'rinlashtirib qildinglar. Bu namoyishni o'rinlashtirish jarayonida men iboyatim yuqoridagi ko'rmanlarimizni xabarlantirib o'tdim. Bu 45. navbatlik BDT'ninki kishilik huquq kengashining yer shari xarakterlik qarorlik tekshirish xizmat gruppasininki yig'ini ichilayotgan vaqtda o'xshash vaqt Xitoyninki kishilik huquq xotirasi umumyuzlik ko'zdan kechirilgan vaqt hozirning o'zida shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ichida Xitoyning qattiq so'roq taqilyotidi. Bu 5 yildan beri butun xalqaroninki nazarda kishilik huquq jihatdan cümleden Uyghur irqiy qirg'inchilik olsun, Uyghur mecburi emgik olsun, Uyg'urlarni mecburi asnasiya Xitoylashtirish urinishlar olsun, Tibetlarga qartilgan zulmlar olsun ve başka demokrat Xitoy, Hong Kong ve hakazalarning hammasininki bütün xalqaroning nazarda kishilik huquq xotirasi nihoyatda kirlangan va insonlarning noroziligini qo'zg'agan bir ahvolda bo'lyotdi. Unda bo'lgan Xitoy albatta buning qarshi o'zini oqlash uchun o'zlarininki Uyg'urlar daxil bo'lgan shaklda hozirga qadar bizningki xabar topganimiz faqatlam atalmış Abnum rayonluq partkomninki bayonotchisini ekaygandan xabar topdik. Onundan başqa nurg'un Uyg'urlarning bağlığıdan xabarimiz bor, ammo kim ekanligini taxi aniqlab bo'lolmadik. Onundan sırt 60 ga yaqin vakil ekangan sırt 1000 ga yaqin o'zlarininki Xitoyning har qaysi yerlaridan praktikant, o'quvchi ve kishilik huquq tashkilotlarining vakillari, raisleri degan nomlar bilan qalpoqlar bilan bu ekagini bo'ldi va bu jarayondami bizningki bu yerdagi namoyishimiz olsun, ichidagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki bizningki xizmatlarimiz olsun, Xitoy buni to'sish uchun umum yuzlik harakat o'tdi. Hatto Shvetsariya xabarlarida mi chiqdi. Bu haqda bir to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Bu hamma narsa o'tgan haftadan boshlandiku, Lichang kelgandan boshlab bir aldirash boshlandi. Hozir biz
bu namoyishga biz Tibetning Tibet yosh gruppasi bilan va Dunyo Uyg'ur qurultayi sizlar bilan va Shveysariya Uyg'ur jamiyati bir necha hafta burun boshlagan bu yig'ilishning hammasini. Chunki bu har yili boshqa davlatlar yig'ilib so'roqqa taqilganda bu biz uchun bir ajoyib bir fursat. Albatta uningga garantiya yo'q. Albatta Xitoylar hammasini korrekt yo'l bo'yicha savolga so'rildi deb garantiya beramaymiz. Lekin umidimizni yerda qo'ymaymiz-da, chunki bu ataydan bir biz uchun imkoniyat. Yani qanday desam bo'ldi? Onundan sırt mesela Birleşken Devletler Teşkilatı'nın içine kiriş için Tibet teşkilatlarınınki kartlarını ve Uygurlarınınki cümleden Dünya Uyg'ur Qurultayınınki reisimiz Dolqun Eysa Efendi ve başka heyetlerinin kartları ne çıkıttın bika qilib esli keltirgandek bir isim oldu. Biz bunu Germaniyada turgan şekilde bu isim bizgim geldi. Sizler Shveysariya Uyg'ur Cemiyet bu sübütünler bilen elbette Shveysariyada mı namoyish o'rinlashtirishinglar bo'lsin veya ki bu Tibet teşkilatları bilen hemdemde buluştu olsun. Türlük özünüz ibadet ötkendek Liçan Kaygan'ı tat başlandı dediniz. Qanday qiyinchiliklar uchurdinglar? Xitoylar sizlar to'sqinlik qilish uchun nimalarni qildi? Hatta o'tgan xatolashmasam Shveysariyaningki davlat radio televiziyalarida xabar berilibdi. Xitoyninki maxsus mushu BDT'ninki oliy organlarga ariz sunib terroristlarninki atalmış skop ichida ve bölgünçilerinki bu yığın qatnaşkan vaqtda Xitoylarninki hayatı xavf yetkazganligi, terror hareketlerini qilish ehtimolinin borligi degandek türlük sepsetlerini o'tirib bildirilgan bo'ldi. Buni xabar qilib taqatdi. Bu Shveysariyada xalqida ve cümleden Uyg'urlarda qanday ta'sir paydo qildi? Bizga birinchi bo'lib Uyg'ur Shveysariya jamiyatiga BDTga bugun kirishga ruxsat berilmadi. Birinchi bo'lib biz bu yerda bo'lgan bo'lsa-mu, faqat cho'ngroq davlatlar berildi. Ikkinchidan, masalan, Xitoylarning talab qo'yish haqqi bag'asiri jiqiyotdi. Chunki hozir Shveysariya Xitoy bilan Freihandelsabkommen do'stlik emas, savdo nimasi var, birleşmesi, savdo kelishmasini yengillashtirmoqchi uchun yaqinda. Shuning uchun Lichang keldi, boshqa narsa hozir bu jiq Shveysariyadagi kichik korxonalar uchun bu bek qiziqarli. Chunki hozir bilsanglar Shveysariya franki bek o'sib ketdi va boshqa davlatlarga savdo aloqalash emas. Shuning uchun o'z foydasi uchun Shveysariyaliklar hammasi hozir yozotida, hamma gizlarda ma'lum Xitoy bilan aloqani yaxshilashtiraylik deb. Shuning uchun bu sababdan Shveysariya Xitoy kelsa yaxshiroq kutib oldi. Do'stligi bag'an siri kuchlishyapti. Shuninga bu biz Uyg'urlar uchun albatta ziyon. Demak biz Uyg'urlar shuning uchun biz necha hafta bo'ldi bizning tashkilotimizdan masalan yana bir qatim yangi dogovor tuzganda, kelishmnoma tuzilganda chuqur inson huquqlarini va Uyg'urlarni ishga olishinglar kerak deb. Lekin uni bilmaymiz. Masalan, yana bir misol Xitoyning kuchlikligini bilsak bo'ldi. Abay masalan kirganda Xitoylar to'sab qo'yibdi, Uyg'urlarni, Tibetlarni o'zinglarni ko'ydirasanglar bo'lmaydi, vaqirsanglar bo'lmaydi. Qalaymaqan masalan Xitoyni tillasanglar bo'lmaydi debdi. Ular shunda deganki, biz hozir ma teshidagi namoyishdimi Xitoyga qarshi bir narsa desak bo'lmaydi, ruxsat yo'q bugunki. Masalan, burun boshqa tillamaydik-da, lekin Xitoyni deydik qo'smin deb. Bugun haqqimiz yo'q-ki. Xitoy shunchalik kuchli bo'lib ketdi. Buningki ruxsati berilmedi, shundaqmi? Berilmedi. Xitoyninki bu xil shaklda erkin ot choptirishga sababchi bo'lgan narsa siz yuqorida deb o'tgan Xitoy va Shveysariya o'rtasida tuzilgan yangi tijorat kelishimnomasi deb qaraysiz. Tushundim. U endi texi kelishildi yaqinda. Shuni oldini olyapti-da bular. Shuni oldiga ko'rib hamma narsani Xitoy uchun chiroyliqroq xo'sh keling deb yasab beryapti. Yeni bir stansiyamizdagi ilgilishcha yeni bir uchurlardan bu qitimqi Lichangning kelgan vaqtida bo'lgan uchrashda Shveysariya hukumati o'rtasida viza kechirim qilish kelishimnomasi tuzilganligining gapi bor. Bu ikki tarafga bo'lingan o'rtaq qarormi yoki bir tarafga ilingan qarormi? Bu bir tarafga ilingan qaror. Shveysariyaliklar Xitoyga bir yilgacha vizasiz bora oladigan bo'ldi, lekin Xitoydagilar Shveysariyaga vizasiz kelamaydi. Lekin ularning viza olishi bek osonlashadi. Vizasiz kelamagan bilan, ya'ni unda qiyin emas-da ularga viza berish burunqidek. Lekin ularga viza kerak demak bir taraflik. Ziyoratimiz qabul qilganingiz uchun sizga ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat sizga.
Hürmetli körürmenler, yukarıda Şivsariya Uyghur Cemiyeti'nin reisi Rızvana İlham Hanım'ın ziyaretini kabul kılgan bulduk. İbaytımı yukarıda ben dep ötkendek reisimiz Dolkun Eysa ve Kurultay Halkara İşler Direktörü Okşaş Vaqt Kurultay'ın bayanatçısı Zümretay Erkin Hanım'ı hazırının özde bu jığınның içinde bevosita qatnashyapti. Ularninki yili yenib chiqqandan keyin ularni ziyorat qilib, u ichida qandaq majrolar, qandaq jangi jidallar bo'lganligi haqida sizlarni tafsiliy ma'lumotga ega qilishga tirishimiz. Ham bu yerdan shuni uqtirib qo'yg'im bor. Bu yerda namoyishimizni tugatgandan keyin soat 1gacha davomlashadi. Undan sirt rasm ko'rgazmamiz bor. U Shivsariya janva vaqti tushdan keyin 3gacha davomlashadi. U yerdan yenib chiqqandan keyin bugun mushu hozir Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ichida bo'layotgan mush yig'inni sizlarga Uyg'urcha tarjim qilingan asosda diqqatinglarga sunishga tirishimiz. Hurmatli ko'rmanlar, diqqatinglar bizda bo'lsin. Biz ham o'xshash vaqtda yana ba'zi mehmonlarni ziyorat qilmoqchimiz. Rahmat sizlarga. Ne kesanlar? Ya. Hürmetli körürmenler, bizni hozir ziyorat qilmoqchi bo'lgan aziz mehmonimiz bo'lsa, Shivsariya Uyg'ur Jamiyatining sobiq raisi Andli Qarxonli apandi bilan bugungi bu namoyishni o'rinlashtirishda Dünya Uyg'ur Qurultiyi va Shivsariya Uyg'ur Jamiyati va Tibet tashkilotlari hamkorlashib yuqorida aytib o'tgan to'q. Bizni hozir ziyorat qilmoqchi bo'lgan aziz mehmonimizmi Tibet tashkilotining tashviqot ishlariga mas'ul qarindoshimiz bo'ldi. Andli Qarxonli apandim oldi bilan o'tirliqda tarjimonlik qilib turdi. Sizga hozirdan boshlab tarjimonlik qabul qilinglar. Rahmat. Xo'sh, meningki so'ramoqchi bo'lgan savolim bo'lsa, oldinlar o'zini qisqacha tanishtirib o'tish bilan birga men yuqoridami Rizvana İlham xonimdan so'rab o'tdim. O'tganda Lichan kelgan bo'ldi va bu qatnoq namoyish o'rinlashtirishdimi nayt tasdiq to'xtadi. Ichidami hozirning o'zi keskin jang bo'layotdi. Bu namoyish o'rinlashtirish va ichidagi bu yig'in jarayonida Tibetliklarga kelgan bisim qay xil shaklda bo'lyapti? Shuni so'rab boqqan bo'lsangiz. Danke sehr, dass du die Kundgebung organisiert mitgemacht hast. Wir sind sehr dankbar. Und könntest du dich kurz uns vorstellen? Und dann, wir haben ja vor ein paar Wochen, oder letzte Woche, haben gesehen, Lichan war da, chinesische Premier. Und wir haben jetzt in der UNO, in der Sitzung, haben wir dieses Thema. Und ich habe Kundgebungs Erlaubnis oder so einfach, war es schwierig, wie sieht das allgemeine Situation? Jetzt kannst du dich kurz vorstellen. Natürlich. Also ich heiße Cerin Gompa, ich bin die Co-Präsidentin des Vereins Tibeter Jugend in Europa, also VTJE. Ich bin 24 Jahre alt und bin halt in der Schweiz aufgewachsen. Ich war noch nie in Tibet, so wie viele hier. Und
Und in der Schweiz sieht es gerade so aus. Beim Besuch von Li Chang haben wir halt gemerkt, dass Schweiz unsere Meinungsfreiheit extrem einschränkt. Wir waren dort, wir haben friedlich protestiert, es waren ca. 9 Jugendliche. Unsere Flaggen wurden von uns weggerissen und wir wurden hinter ein Haus gedrängt, damit Li Chang uns ganz sicher nicht sieht. Hingegen war die ganze Straße voller Pro-CCP-Protesters, die ihre Fahne hochschwenken konnten. Wir haben dort schon gesehen, wie auch bei anderen Demonstrationen in der Schweiz, dass wir extremst eingeschränkt werden. Vor allem auch beim letzten Besuch von Jiang Zemin hat er halt gesagt, ja, jetzt hat die Schweiz einen Freund verloren. Seitdem wird es extrem schwer, eine Bewilligung zu bekommen. Heute ging es, aber ja, es wird immer schwieriger. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Nachname Kongpa. Gonpa. Kongpa. Ja. Benim ismim Serin Kongpa. Şveysariyada çoğun oldum. 25 yaş girdim. Tibet Yaşları Avrupa Teşkilatı'nın prezidentinin birisi, reisi. Bu kıtımkı namayışını uğurlaştırışımızda ançımı asan toxtumda ötkende Li Chang kelgen. U yerda bizning Tibet yoshlarının bir necha onun qarshilik ko'rsatimizda bizning bayrog'imiz bilan naq maydonda bulunmoqchi bo'lganda saqchilar ularni bayroqlarni yig'ishtirib ularni bir binoning keyniga qo'g'lab o'tgan bo'ldi, ya'ni Li Chang ko'rmaydigan bir shaklda. Shveysariyada Jiang Zemin kelib o'z vaqtida Shveysariyaga nihoyat xapolab ketgandan keyin, ya'ni Shveysariya buning badalini to'laydi degan bir gapni qilgan u. Shuningki Shveysariyada faoliyatlarni o'rlashtirish, bu yerdagi faoliyatlarni o'rlashtirishda biroz qiyinchilik uchrayapmiz. Undan keyin biz o'ylaymizki, hozir buning bilan Shveysariyada fikr erkinligimiz biroz cheklanib uchrayapti Xitoyning ta'sirining cho'ng'ligidan. Ko'pdan ko'p rahmat. Yana bir savolim bo'lsa, egallagan usullardan qarag'an chaqda hozirning o'zida ichida bo'layotgan yig'inga Tibet teşkilatlarının vekillerinden xiljiq adamlarni kirgizmaganning gapi bor. Bu haqda bir uchragan bo'lsa. Soviel ich weiß, sind ein paar Tibet-Delegierte sind nicht reinkommen können. So heute hast du von der Information? Also das stimmt nicht ganz. Es war gleich wie bei der uigurischen Advocacy Members. Und zwar hat China mehrere Memos geschickt, dass die Nation States sie supporten sollen, also unterstützen sollen und ihnen für die Menschenrechtslage in China, wie auch die Menschenrechtslage in Turkestan, wie auch in Tibet gratulieren sollen. Gleichzeitig in diesem Memo stand auch, dass eben Anti-CCP-Leute nicht eine Akkreditation erhalten sollten. Seitdem waren 2 von unseren Tibet Advocacy Coalition Members, also Dr. Gyalo und Latun Tedong, ihre Akkreditierung änderte sich auf Pending. Vorhin ging es eigentlich noch. Das war auch diese Woche oder letzte Woche sehr früh. Jedoch bekamen sie am Schluss trotzdem die Akkreditierung und sind jetzt da drin. Bu butunlay to'g'ri emas. Biz Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur jamiyatlarida duch kelgan qiyinchilikqa duch keldik. Xitoylar bu yerdagi vakillarni, ya'ni Uyg'ur tashkiloti, Sharqiy Turkiston tashkilotlarining vakillari va Tibet tashkilotlarining vakillarining u yerga kirishiga qattiq qarshilik ko'rsatdi. Nurg'ulg'an ma'lumot aloqalarni yo'llab, o'xshamagan tarmoqlarga Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi, ya'ni Sharqiy Turkistonda va Tibetdagi kishilik huquqni bularning taqdirlashi kerakligini va u yerdagi ahvolning yaxshiligini bildirib, shunday faoliyatlarni olib berish orqali biroz qiyinchiliklarni tug'dirgan. Ammo tirishchanligimiz bilan Uyg'ur tashkilotlarining tirishchanligi va bizning tirishchanligimiz bilan birga vakillarimiz kirishga muyassar bo'ldi. Vakillarimiz kiramiga ahvol bo'lmadi. Ziyoratimizni qabul qilgan uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'rt televiziyasi nomidan rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizga. Im Namen der Weltkongress der Uiguren online TV bedanken wir uns herzlich. Danke dir. Ja, danke. Vielen Dank. Ja, danke schön. Oh, fertig? Ja, fertig. Danke. Vielen Dank.
Hürmetli görürmenler, endi ziyaret kılmakçı olan aziz mehmanımız olsa Şivsariya Uygur Cemiyeti'nin sabık reisi Endili Karxalı efendim. Hürmetli Endili efendim, İbayet'in bu Tibetlik dostumuzun ki gipini tercüme kılış jarayonida görürmenlerimizden nurgulgan yeni uçarlar bilen teminleyen buldunuz. Onundan sırt bu Şivsariya Uygur Cemiyeti'nin ki burun vakitte namayıştan orunlaştırış olsun, BDT'lik faaliyetleri olsun, bizning hozir kuzatganimiz uchun hozir texim bekerek tashkil to'xtatgan ahvol ko'rilayotgandek his qildik, chunki Xitoyninki Lichangning kelishi bilan bo'lgan tijorat kelishimnomasidan keyin hatta oxirsida bugungi namoyishda Xitoylar qarshi shuar to'lashmi cheklanganlikning gapi bo'lindi. Siz bu haqlarda qanday qaraysiz va tushunchangiz qanday tushuncha berasiz? Rahmet. Aldı bilen bütün dünyanın her qaysi joylaridagi aziz Uyg'ur millatimizga salom bo'lsin, Sharq Turkistonliklarga. Biz bugün Xitoydan hisob so'ralgan bir kunda ko'p bayrog'imiz bilan Xitoyni qabul qilmaydiganligimizni, Sharq Turkistonlik bo'lishibimiz bilan Xitoyning hokimiyatini qabul qilmaydiganligimizni bildirish uchun bu maydonga to'plandik. Har doim qo'shash uzundan kelgan bular Germaniyadan kelgan qarindoshlar, Alloh ajrini bersin. Rahmat. Deb aytganingizdek, muxbir efendim, Şivsariya bir ticaret iqtisod devleti. Bilginimizga o'xshash Şivsariyaning şirketleri eng burun Shanxay qatorliq cho'ng shaharlarda Xitoyninki eng cho'ng shirkatlarni, o'rtaq shirkatlarni ochgan tijorat bo'lib, tijorat so'misi bek yuqori. Bu tijoratninki siyosatga nihoyat cho'ng ta'sir bo'lgan bir ishkan. Ammo buning yanida Şivsariya haqqoniyatni yoqlaydigan bir davlat. Do'stlarimiz nihoyat ko'p. Bu cihetten siyasilerden olsun, parlament azalarından olsun, bunlar bizi qo'llab kelyapti. Lekin bu 20 yillik tashkilotchilik jarayonini boshdan o'tkazgan jarayonlarimizni hozir ko'z oldimizga keltirsak, haqiqatan borgan siri biroz qiyin ahvol bor. Ruxsatlarni olishda biroz uzunroq saqlaydigan, ko'proq tushunchalarni beradigan ahvollar bor. Buning sababi hammamiz bilamiz, Xitoy iqtisodiyotning kuchlangan siri ve dünyaya elip beriyotgan reyin qilib olish siyosati bilan, ya'ni taraqqiy qilgan boy davlatlarni tijorat bilan o'ziga bog'layotgan, kambag'al davlatlarga mablag' solgan bo'lib, ularni o'ziga beqinlik qilib olgan shu butun siyosiy Xitoyning reyin qilib olish dunyoni. Bu sababdan davlatlarninki iqtisodiy munosabatlarni buzmaslikqa tirishchanlikni ko'rsatishni Xitoy buni bizni bostirishga foydalanyapti ve dünyada mı, şu Birleşken Devletler Teşkilatı'da mı, tertip teşvikatı da her zaman koşuş, yılına ayıran, yalgancılık bilen, Şark Türkistan'da Gülgülistanlık gösterip, yani bu yerde bir bastırışın, onda bir erkek kırgınçılığının yokluğunu bildirmen de, bir devlet boğaçka, sistemat işlev atkaçka, bazı cihetlerde galbi kıldı diyemeyiz, galbi bizden buldu çünkü. Hakkani bir davanın ilgileri biz, zeminin ilgisi. Ama hazır vakit, ötkinchi davr desak, ötkinchi davrda Xitoyning gibi o'tilgan bir ahvolda. Ama vaqtliq ustunlikda. Ama biz tirishimiz. Bu kemisha kelgan bolalarimiz, jiroqdan kelgan qarindoshlarimiz va bizga duo qilib, o'zi kelmagan bo'lsa-mi, yurki mushad biz bilan bo'lib bo'layotgan millionlarcha xalqimiz bor. Bu bizning g'albimiz. Biz chuqur g'alb qilamiz. Xitoy har doim oxirida yer bilan yakson bo'ladi. Shivsariyadagi tirishchanligimiz davom qiladi. Elbette siyaset degan bir real siyaset var. Devletler özünün menfaatini başlayır. Bizim özümüzün menfaatini oylab turib, Uygurlar özümüzün menfaatini oylab turib, bu devletin kaydı kanunları boyunca davarımızın takım güçlendirimiz, takım utuklarını kazanıştırışımız. Sizge köpten köp rahmet Endili efendim. Hürmetli görürmenler, hazır namayişimiz davamlaşıvatıdı. Bu namayış saat 1'giçe cenva vakti, şu vakti saat 1'giçe davamlaşıdı. Ondan keyin mi, ben yukarı dep ötkenek Birleşken Devletler Teşkilatı'nın içinden bizninki kurultaydan olsun ve başka Uygur Teşkilatı'ndan olan vekillerimiz bilip çıkıdı. Ula çıkan vakitte Birleşken Devletler Teşkilatı'nın içindeki bu keskin küreşninki qandaq bo'lganligi ve Xitoyni qandaq so'roq tartilganligi haqida tafsil uchurga erishishga tirishimiz. Diqqatinglar bizda olsun, hurmatli ko'rmanlar. Şivsariya Janvadan hammalar o'ttiq salom.
naq maydon programmamiz yana davomlashadi. Hammanglarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Do not publicly speak about